O'zbekistonda jarima ballari tizimi 2025-yilning 1-iyunidan boshlab amalda. Hozircha bu tizim faqat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan bayonnomalar asosida ishlamoqda. Ammo yangi tartibga ko'ra 2026-yil 1-apreldan boshlab avtomatlashtirilgan foto va video tizimlar, ya'ni kamera va radarlar orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun ham haydovchilar hisobiga jarima ballari sifatida yozila boshlaydi. Mutasaddilar bu tizim yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, o'lim holatlarini kamaytirish va qoidabuzarliklarning oldini olishga xizmat qilishini aytishmoqda. Endi jarima ballari nafaqat transport vositasi egasiga, balki uni ishonchnoma, sug'urta polisi yoki yo'l varaqasi orqali boshqarayotgan shaxslarga ham taalluqli bo'ladi. Ammo bu qaror hammasini hal qiladimi? Ayrim bandlari hali ham ochiq qolmoqda. Avtobloger va advokat Kamoliddin Bahovuddinov bu borada o'z fikrlarini bildirdi. 2026-yildan boshlab maxsus avtomatlashtirilgan foto-video qayd etish texnika moslamalari ham endilikda balli tizim doirasida qoidabuzarliklar qayd etilishi aytildi. Bundan avval inson omili asosida, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qayd etilishi aytilgan edi. Mana endi oktyabrda qabul qilingan qarorga asosan 26-yil 1-aprel sanasidan endi kameralar ham ma'muriy huquqbuzarliklarni qayd etadi, aniqrog'i ball yoziladi. Bu yerda hammasi biz xohlagandek ideal emas. Oddiy misol keltiraman. Keling, Vazirlar Mahkamasi o'sha qarori doirasida ball qo'llanishi mumkin bo'lgan qoidabuzarlikdan birini olamiz. Bu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.3-moddasi, tezlik bilan bog'liq. Bugungi kunda pogreshность masalasi, men yana shu masalaga qaytaman, transport vositalari uchun berilishi ko'zda tutilgan va keyinchalik Qonunchilik palatasiga ham kiritildi. Ya'ni chegirib tashlanadigan kilometrlarni 5 dan 10 kilometrga o'zgartirish masalasi kiritilgan edi. Dunyo amaliyotida transport vositalarini shinasidan tortib, uni spidometridagi xatoliklarni inobatga olib 20 kilometrgacha pogreshность, ya'ni xatolik berilgan edi. Ammo O'zbekistonda bu ko'rsatkich 5 kilometr qilib belgilangan. Qaysi mezonlarga asosan bunisi bizga qorong'u. Aynan mana shu 5 kilometrlik pogreshность sabab bugungi kunda haydovchilar o'zi xohlamagan holatda texnik xatoliklar qurboniga aylanyapti. Buni badali esa jarima bo'lyapti. Ana endi tasavvur qiling, siz soatiga 60 kilometr qilib belgilangan joyda soatiga deylik 66 kilometr tezlik bilan harakatlandingiz. O'zingizga bog'liq bo'lmagan holda. Bunga shina o'lchami sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Spidometrdagi yoki uzatish qutisidagi xatoliklar sabab bo'lishi mumkin. Alal xusus sizga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.3-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Aniqrog'i, jarima qo'llash to'g'risidagi qaror rasmiylashtirildi va sizga 0.5 ball rasmiylashtirildi. Endi savol, pogreshность masalasi hal bo'lmay turgan bir vaqtda 5 kilometrlik mezon bilan odamlarni jarimaga tortish oxir-oqibat har qanday qoidaga amal qiladigan fuqaroni qisqa muddat ichida 12 ball to'plab qo'yishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishi va keyinchalik yana qanaqadir amaliy nazariy imtihonlarni topshirishi va iqtisodiy o'sha chiqimlarga borib taqaladi. Bu birinchi e'tiroz. Keyingisi shubhasiz aynan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.4-moddasi bilan bog'liq. Transport vositalari haydovchilarining svetoforning taqiqlovchi signalga yoki yo'l harakatini tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan to'xtash chizig'ini bosib kirishi va o'tishi. Bugungi kunda eng ommalashgan, zamon tili bilan aytganda, trenddagi jarimalardan biri bu sariq ishoraga chorrahani kesib o'tish bilan bog'liq. Kameralar jonsiz, ular holatni fiksatsiya qiladi. Ammo qayerdadir inson omili bor, ya'ni ma'muriy amaliyot bo'limida qoidabuzarlik bormidi, yo'qmidi? Haydovchi sariq ishoraga chorrahani kesib o'ta turib, kimgadir xalaqit qildimi, yo'qmi? Avariyaviy holatni keltirib chiqardimi, yo'qmi? Mana shu holatlarga e'tibor bermaslik avj olyapti. Siz yashildan keyingi sariq ishoraga o'tishingiz mumkin qonunan. Qonun ruxsat beradi. Agarda aynan to'xtash chizig'i oldida keskin tormoz bermasdan to'xtash imkonsiz bo'ladigan bo'lsa, siz sariq ishoraga harakatlanishingiz mumkin. Ammo bugungi kunda aynan mana shunday tartibda, mana shu qoidaga amal qilib chorrahani kesib o'tayotgan haydovchilarga ham jarima kelyapti. Endi tasavvur qiling, kameralar buni qoidabuzarlik sifatida qayd etadigan bo'lsa, 1 ball cho'ntagingizda. Va bunday holat bir oyning o'zida 10 marta takrorlanishi mumkin va siz bir oyning o'zidayoq 10 ballni to'pladingiz. Ya'ni yil davomida emas, sizga 1 oy yetarli bo'lyapti 12 ballni to'plab qo'yishingiz uchun. Savol, bu qanchalik adolatdan? Siz chorrahani kesib o'ta turib harakatni boshqa ishtirokchilarga xalaqit qilmasdan ushbu manyovrni yakuniga yetkazadigan bo'lsangiz, savol, ushbu harakatning ijtimoiy xavflik darajasi qanchalik yuqori va siz qanday masshtabdagi qoidani buzdingiz? Ya'ni kamera tilsiz, u fiksatsiya qiladi. Ma'muriy amaliyot bo'limi esa sizga jarima rasmiylashtiradi va sizning hisobingizga 1 ballni yozib qo'yadi. Mana shunday holatlarda ushbu holatni ham Ma'muriy amaliyot bo'limi tegishli tartibda o'rganishi kerak. Ya'ni sariq ishoraga o'tish qanday oqibat keltirib chiqardi?
ya'ni o'tish mumkin emas ekan deb yoppasiga jarima yozadigan bo'lsak, kechirasiz, yarim O'zbekiston 2 oyning ichida 12 ball to'plab bo'ladi. Buni taxmin qilish qiyin emas. Keyingisi bu 128.5 transport vositalari haydovchilarning xalaqit berish yoki avariya holatni yuzaga keltirishi, yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga chiqishi. Tasavvur qiling, transport vositasi bilan bog'liq nosozlik yuz berdi. Siz yoki ma'lum bir sun'iy to'siqlarni olib qochish uchun ham ba'zan chapga, o'ngga olasiz. Ya'ni yo'llarimiz biz xohlagandek ravon emas. Qayerdadir o'nqir-cho'nqirliklar va qayerdadir deylik avariyaviy holatlar bor. Va siz ana o'sha avariyaviy holatni yuzaga keltirmaslik yoki o'sha chuqurlikni deylik, o'sha yamani deylik, xalq tili bilan chetlab o'tish uchun o'ngga yoki chapga olasiz. Va kamera o'z-o'zidan sizni qarama-qarshi harakatlanganlikda ayblaydi va ma'muriy amaliyot bo'limi sizga jarima yozadi. Kechirasiz, bu ham 0.5 balldan 1 ballgacha jarima yozilishiga sabab bo'ladi. Siz uni aksini isbotlagunga qadar esa vaqtlar o'tadi. Sudlarda esa yuklama oshadi. Jarimani bekor qilish bilan bog'liq bo'lgan arizalar soni keskin oshib ketadi va sudlarga yuklama paydo bo'ladi. Jarima balli ishlab olmaslik uchun minglab, yuzlab, millionlab haydovchilar sudga murojaat qiladi. Ana endi savol, sudlar bu oqimga, bu yuklamaga tayyormi? Bu ham o'ziga yarasha muammoni keltirib chiqaradi. Demak, bu yerda jarimani kamera fiksatsiya qiladi. U tilsiz, u jonli emas. Ammo jarimani yozayotganlarning joni bor. Ular odamlar. Ular holatni o'rganish kerak. Jarima yozish uchun zarurat bormi? Yo'qmi? Bu masala o'rganilmas ekan, yarim O'zbekiston huquqbuzarga aylanadi. Ishoning. Chunki buni taxmin qilish qiyin emas. Mana bu holatlarga, mana bu omillarga tayyor bo'lsakgina biz deylik, bu qoidani joriy qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'sha yuqoridan o'rnatilgan, ya'ni avtomatlashtirilgan foto-video qayd etish moslamalari, radarlar sizga jarima yozadi tezligingiz uchun. Lekin biz yaxshi bilamiz 975-sonli qarorda ham yoki o'sha texnik reglament bor 232-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida ushbu kameralarni muvofiqlik sertifikati bo'ladi. Uni deylik qanaqadir kalibrovkadan yoki bo'lmasam o'sha sifat, ya'ni ishlashida hech qanday nuqsoni yo'qligi holati bo'yicha o'tkazilgan sinov, laborator tekshiruvlarini samarasi o'laroq berilgan sertifikatlar bo'ladi. Uni kim tekshiradi? Ularni ko'rish, ular bilan tanishishni onlayn imkoni bormi? Men hozir qayerdan bilaman? Ko'chami yoqasiga o'rnatilgan kamera to'g'ri ishlayaptimi, noto'g'ri ishlayaptimi? Deylik, Qorasuv, Bo'ka, Bekobod yo'nalishida shunday kameralarni bilaman. Ya'ni qo'shib yozadi. Ammo men buni qanday isbot qilaman? O'sha kameraning sertifikatini onlayn tarzda men qayerdan ko'rishim mumkin? U to'g'ri ishlayaptimi, yo'qmi? Oxirgi marta sinovdan qachon o'tdi? Uni sertifikatining muddati qachon tugaydi? Bu ma'lumotlarni men qayerdan olaman? Bu ham ochiqlanmagan, ya'ni onlayn ma'lumotlar bazasi yo'q. Bu esa odamlarda yetarlicha savollarni tug'diradi. Yoki o'sha multiradarlarni olaylik. Bugungi kunda faoliyati biroz cheklangan, ko'chalarda ko'zimizdan biroz g'oyib bo'lgan maxsus o'sha ko'chma fotoradar yoki uch oyoq deyishadi, yoki o'sha multiradarlarni olaylik. Vazirlar Mahkamasining ayrim qoidalari qo'pol ravishda buzildi. Haydovchiga to'xtatilib o'sha moslamaning ko'rsatkichi ko'rsatilmadi. Ya'ni inson ishtiroksiz jarima qarorlari rasmiylashtirildi va bu jarima qarorlarini biz yuzlab holatlarda sud tartibida bekor qildirdik. Sud tartibida bekor bo'lgan jarimalar bevosita noqonuniy faoliyatga ishora qiladimi? Noqonuniy faoliyat bo'ladigan bo'lsa, u nega shu vaqtga qadar davom etdi? Endi tasavvur qiling, mana shunday ishlar fonida kameralar ertaga ball yozishni boshlaydi. Shaxsan o'zim har qanday yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan amaliyotni qo'llab-quvvatlayman, ammo uni mexanizmi mamlakat kesimida moslashtirilishi kerak. Mamlakatga moslashtirilishi kerak, odamlarga. Chunki savol tug'iladi. Balli tizimga qanchalik zarurat bor edi? Odamlar tayyormi? Jamiyat tayyormi? Sud bunga tayyormi? Va mexanizmi qanchalik mukammal? Ura-ur joriy qilinayotgan qoidalar juda katta odamlar e'tiroziga sabab bo'lishi mumkin va yuqorida aytganimdek, sudlarga ortiqcha yuklama paydo bo'ladi. Ya'ni har 3 ta odamdan 2 tasi yoki 2 ta odamdan bittasi sudlashga majbur bo'ladi. Chunki hech kim asossiz ravishda jarima ballini ishlab olishni va oxir oqibat tirikchilik manbai bo'lgan transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum bo'lishni xohlamaydi. Shu uchun ham bu masalaga kengroq yondashish kerak. Ya'ni mexanizmni, qoidani joriy etish o'z yo'liga, ammo u qanchalik to'g'ri joriy etilyapti? Bu tomonni ham kimdir o'rganish kerak. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun xalqaro tajribada o'zini oqlagan bunday mexanizmlarning joriy etilishi albatta ijobiy, chunki raqamlashtirish orqali inson omilidan xoli nazorat tizimini yaratish tartib va adolatni
kuchaytiradi. Ammo shu bilan birga savol ham o'rinli. Bunga nafaqat haydovchilar, balki tizimning o'zi, sudlar, ma'muriy jarima organlari va hatto texnik infratuzilma tayyormi? Chunki jarima ballari shunchaki raqam emas. Ular inson taqdiriga, haydovchilik huquqiga, hatto oilaviy daromadga ham bevosita ta'sir qiladi. Shu bois bu tizim faqat jazo emas, yo'llarda tartibni ta'minlash, harakatga adolatli baho berish mexanizmi sifatida ishlashi zarur.